Zamgina bu unay nima bu turmayapti-da. Juma xatga chiqasiz. Juma xudo xolasa masjidga chiqamiz. Magadan, assalomu alaykum. Magadan nima qo'slar? Amudaryodan assalomu alaykum. Amudaryo assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? So'kingan kod o'qiyapman har bittasiga. Protein yo'qmi? Shuni aytibman. Protein zarari yo'qmi? Haromdan bo'lgan. Ko'rinar ko'rmas gaplardan bo'lsang. Nega menga yutuq chiqmaydi? Ey baraka topkur. 100 ming odam ishtirokchi bo'ladi-da. Bu yerda meni o'g'lim ham o'ynaydi. Asalbek 4-5 yildan beri o'ynaydi. Asalbekki hamassasi bor, lekin qiziqda unga ham. Balki erkak kishi azartliroq bo'ladi. 100 mingta odamdan 5 ta yo 10 ta odam yutadi. Mana yutganlar shu yerda o'tiribdi, bor hammasi. Lekin yutganlarni 99% da men xafaman. Chunki bu kodlar yutgandan keyin biromatda bir kommentlarda men o'tgan konkursda yutganman deb bir maqtab qo'ymaydi. Sovg'ani oladi-da, oyog'ini beradi. Yo'lga qarang, yo'lga deyishyapti. Olmaliq assalomu alaykum. Jizzax assalomu alaykum. Jizzax somsalari. Jizzax somsasi esimda. Bugun bizda sparing, bugun bizda ehson, bugun bolalar. Hozir sparingni qilamiz, keyin ehsonga ketamiz, keyin biznes ishlari bilan, keyin qabriston hashariga tayyorgarchilik. Hayot shu. Lekin bitta sirni ochaymi? Kulgili bo'lsa ham, g'alati eshitilsa ham bitta sir emas. Prosta man tilla do'kon, mashina arendasi, kompyuterxonam, Azestet suvlari, Okean Formen daromadi, O'rizordagi do'konlardan tushayotgan daromad. Umuman Instagramdan tashqari biznesdan kriptovalyuta 10 taga yaqin biznesdan pul keladi. Shu pullarni foydasiga prosta tasavvur qilinglar, prosta xohlasam Fransiyada zavtrak qila olaman. Fransiyadagi zavtrakka o'tkazib, Tailandda ujin qila olaman-da, misol uchun-da. Ketib borgan jononani yoki o'sha yerdagi eng papasini olib onasizga qancha bo'ladi o'sha qizlar raza bo'lsa. Bir oy men bilan shu yerda nakalen yurasam desam, raza bo'lsa 10 ming dollar bo'ladi-da. Misol uchun-da endi. Bittadan zerikaman, har 3 kunda almashtiraman desangiz, 3 kuniga misol uchun 1000 dan berasiz, raza bo'lsa. Yomonlar ispanchka, meksikanchkalar bilan-da yursam ham bo'ladi. Italiya, Fransiya, naqalar yursam bo'ladi, orollarda. Manjalab Chorvoqqa dachaga ham chiqmayman-da, bor-ku. Yuraman mana shunaqa ishlar qilib, mana shu bir hasharda yuraman, bir u yoqda, bir bu yoqda, bir ehsonda mana bugun hozir 30 ta xonadonga kiramiz. Misol uchun-da bilmayman biladi. Bir tomondan shu narsalarni erta ko'rganingiz ham yaxshi ekan-da, mana shu hamma yaxshi mashinalarni, yaxshi sharoitlarni, yaxshi qizlarni hammasini erta ko'rib bo'lsangiz, o'sha siz bu dunyoda o'sha bilar ekansiz, bular kayf emas. Kayf ota-ona sog'ligi, farzand yoningizdaligi, oxiratingiz uchun bir narsalar qilayotganingiz, qurib qo'ygan masjidlarimiz mana bir emas 4 ta tasavvur qilinglar. Qancha insonlarga uyga kirib chiqqanmiz produktlar bilan. 50 mingdan ortiq ekan. 2018-yildan beri hisoblab chiqdim. 50 mingdan ortiq xonadonga bir martali produktlar berilgan ekan. Qaranglar, qanday go'zal. Lekin mana shu maza qilib, manamjalar oxirgi kiyimlarni kiyib olib, o'zim aytib garajda gelik yotib, men bu yerda zikrlar va kiplarga chiqarib tashlagan bo'lsam.
man o'ta BMW yotibdi, pullarim bor. Yuraveraman-da, men boks qilaman, boshqa qilaman. Erta ko'rganim zo'r bo'ldi-da mana shu narsalarni bor. Endi meni shayton ham yo'ldan urolmaydi-da. Anaqalari zo'r shaytonlar keladi, ular ham yo'ldan urolmaydi o'zi bor-ku. Ko'tlari zo'rlari keladi, ular ham yo'ldan urolmaydi o'zi. Narkotik ham yo'ldan urolmaydi. Chunki 41 ga kiryapman, hayotda sigaret ham chekmaganman. 41 ga kiryapman, hayotda aroq tugul, pivo ham ichmaganman-da. Tasavvur qilinglar. Meni hech anaqa bilan bir qiyin-da meni sindirish. Nafsim ham buzuq emas. Akibda katta intervyu bering. Ya, qo'yinglar intervyularni vallahi. Yetadi, zo'r bo'ldi. Mana shu intervyularga biznes qiziqishar ekan, ko'p anaqalar berishga, ya'ni eshitishga emas. Sizlar endi как muxlis, sizlar endi как tomoshabin, lekin menga bitta ikkitasi chiqyapti-da. Latipov bilan gaplashib ber, nima gap bilan gaplashib ber deyishyapti-da. Qiziqishar ekanda odamlar mana o'tirib intervyu berishga men ko'rib qolaman, bitta blogerlar bor. Mikrofonlarni qo'yib olib, jiddiy odam yo'q olib, zo'r intervyular berib qo'yishadi-da. Hayotdan charchadingizmi desa? Ha, charchadim. Bu bevafo dunyodan charchadim deb misrlar, satrlar aytadi-da. Biznesda nima uchun? Mana sizlarda ham shu narsa bormi? Yo ichimizda ham bormi shunaqalar? Mana 1200 ta odam ichida ham bormi? O'zinglarni vajni qilib ko'rsatgili keladimi mana? O'zinglarni vajni, meni maqtasin, meni anaqa qilsin, meni doston bo'lay, tillarda ovoza bo'lay. Mana shu yomon narsa mana. Bitta xato qilib qo'yib mashhur bo'lib, tillarda doston bo'lib, nomingiz ham, amingiz ham chiqib ketishi mumkin-da. Bir xilgilar o'zini ismlarini hamma joyga logotiplar qiladi. Men yaqinda bir ukam Okean Estate Formen maykasini orqasiga Estate deb yozib qo'yibdi-da. Men uni bir ikki marta hasharaga kiydim-da, bunaqaga. Oti nima edi? Padarlanat. Hasharaga, qabristonga kiydim. O'sha videoda orqadan Estate degan yozuv tushib qolgan. Endi mendan deb so'ramasdan shunaqa qilib qo'ygan. Manasi yomon ko'raman shunaqa. Nomi ulug'langan joyda men iloji boricha bo'lmayman-da, shunaqa bir kamtarlikmi bu yoki bilmayman nima. Men tug'ilgan kun to'y hashamlarga qanaqadir отдельный joy qilib qo'yadi, yana VIP qilib, важный odam qilib qo'yadi, jalab. U shunaqa joylarni marrasi yomon ko'raman shu. G'alati-da, endi baribir hammamiz ko'ryapsizlar. Shunchalik ojizmizki, kafanimizni ham o'zimiz kiya olmaydigan darajada ojizmiz-da. Lekin nomlar, bir balolar, ammo to'rdan alohida joy qil, traktorchilar, o'qituvchilarni chiqarib, traktorchilarni qo'y deydi-ku. Men bu xalq bilan, odamlar bilan, oddiy jaydari bolalar bilan menda parda yo'q, bilasizlarmi? Meni hozir bo'ldi mana. Mashinaga o'tirdim. O'sha bolalar ham ko'rayotgandir hozir, ikkita bola. Mahalladan uydan chiqdimda, mashinam oldiga kelyotsam, yosh bola, bilmayman, 20 yoshmi? Azzaga rasmga tushib, ruxsat ham so'ramaydi-da. Shunda yelkamga shunday qo'lini qo'yib, shaq rasmga tushib ketaveradi-da. Kerak bo'lsa boshimga bitta chertib ham ketaveradi. Shunchalik darajada men sizlar bilan, ya'ni o'rtamda parda yo'q-da, mana nima deydi? Qanday aytsam shuni? Sizlar meni ko'rsanglar, bir radnoy odamlarni ko'rgandek bo'ladigan bo'lib qolgansizlar-da, bir bratanda deb qo'yasizlar-da. Bir ikkitasi bor, blogerlar bor, o'zlari tashaqqa ham erishmagan, bitta sportsmenlar bor, bitta anaqalar bor, mashhur bo'lganlar bor-da. Biz 1 million bo'ldik, biz 2 million bo'ldik deb chochini yulib tom ketadiganlar bor-da. Haligilarda nafaqat menimcha sizlar, o'zim ham bir uzoqroq turgim keladi-da, jalab. Basharalar vajni. Yurishlari ham qiyin-da, uni bir kuchanib yuradimi, jalab traplarni ko'rsatib, anaqa uyda jalab paxotkaga o'rganadimmi? Onang nima gurlar jalab quyet qilaman. Bir attal kelishida,
bir rasmga tushishni ham не то что rasmga bir общаться ham qilgan bashara kibr bila borda shunaqalarda bashara kibr bila haligini oldiga bir muxlis bo'lib bolalar borgisi ham kelib borgisi ham kelmayroq qo'yib gandon nimadir ekan deydi ichidan o'tadi keyin nah qo'y deydi mani oldimga kelib boshimga cherdim ha aka qo'yjon kabut kechasi bilan mana sikishayotgandek ha aka qalaysiz bu ko'rinmas yosh bolalar o'sha kuni jala mahallamda ana o'ynab o'tirishibdi gup o'ynab o'tiribdi mana gup 5 yoshmi jala 5-6 yosh hali ko'tidan gashok izi ketmaganda nima deydi anani ko'rinar ko'rmas deydi ana deydi bir biriga prikol qilyapti jala mani ustimdan bobosi tengi odamman jiyalam men uni jalab dadasidan ham katta bo'lsam kerak 5 yoshli bolani dadasidan ham kattaman-da ha deydi ko'rinar ko'rmas qaysi desam ana boru deydi ko'rinar ko'rmas deydi bilat xuyet qilaman-da ha zaka deb qo'y haligilar zaka dema bolam aziz bobo degan o'sha shu parda yo'qda bir tomondan xursand ham bo'laman ertaga o'lib qozaman eshitib qolsanglar kelasizlar jalabani ko'rinar ko'rmas o'lib qolibdi bir kibri yo'q oddiy o'zimizga o'xshagan Jaydarinskiydi yur gandonni tep bo'lsa ham ko'mib kelamiz tovutni bir chekasiga qo'limiz tegsin savob bor buni ham deb anaqa qilib qo'yasizlar-da misol shunda endi-da ani jiyalablarni Kibriddinni menimcha u tobutidan ham kibrda u yana endi yotibdi bilat jag'ini boylab qo'ygan kafanda yaqinlashmalaringdan faqat shu o'zini yaqinlarimda o'shaning uchun maslahatim bolalar будь попроще mana men sodda inson bo'ldim qora ishdan ham qochmadim hayotda bir marta ham o'z mardikorchilikdan chiqqanman sapojnik bo'lganman bozordan chiqqan jaydari insonman-da bilmayman qayerga borsam mani o'zini родноydek qabul qilishadi даже bir ikki marta sud bo'ldi sudda menga shtraf qo'yish kerak mana shu jonli efirlarimda so'kinib qo'yganman boshqa qilganman sudya aytyapti-da sudya hukm chiqaradigan shtraf qo'yadigan sudya aytyapti-da azzaga deyapti haligi odamda mana Allohga qasamda men o'z qasam ichmayman Ramiz bilan Sardorbek ham bordi yonimda guvohlarim azzaga deyapti qanday sizga bu shtraf qo'llamaslik yo'llari yo'q kam ta'minlangan degan spravkangiz yo'q bir nogironlik degan spravkangiz ham bo'lganda mana shu 21 millionni bir 5 million yo 3 million qilib berardim sizga zararimga tekkizishni xohlamayman lekin qonun ustuvor men o'zim kallam ketadi lekin sizdaqa odam vashcha boshqacha jinni jaydar odam sizda deyapsiz siz bilan sud zalida emas siz bilan choyxonada gaplashishimiz kerak deyapti sudya mayda aka qo'ying dedim menga rahmingiz kelmasin men sizga rahim kelib turibdi dedim yozing onasinizga qancha shtraf bo'lsa to'laymiz mujik qilgan ishiga javob berib yurish kerak gapirganmizmi gapirganmiz to'laymiz desam yo просто deydi sizni videolaringizni ko'rib siz deydi bir yaqin akam deysiz deb qo'yadi assalomu alaykum aka charchamadingizmi 49 ga mana bu cherrymi nima chazormi o'shani nalasitning o'rtasiga tiqing 49 mi nomer 49 ha 49 xo'p bo'ladi ne deydi anu jahon qochibdi deb paketni boylab itargan videoyingizni ko'rib deydi men yoshligimda esimga tushib ketdi deb qo'yadi hali sudya aytib beryapti-da shuning uchun hamma inson ham insonda 5 ga 1 gapirsam u deydi bu deydi mana shunaqa organ xodimlari bilan o'tirib qolaman u joyda ular ham jiddiy bolalar ular ham misol uchun mayda cho'dalar bilan unchalik gaplashmaydi yaqinlashtirmaydi shular ham aytadi-da moshdan urib olmaslik uchun maksimal harakat qilaman hopla noskashlar haqida emas noskashlar haqida ma'lumotlarim yo'q chunki o'zim nos chekmaganman bilmasam kelinglar do'stlar bizada sparing bizga qachon konkurs boshlaysiz homiylarimiz yig'ilyapti xudo xolasa boshlaymiz homiylarimizni puli yig'ilganiga qarab sovg'a qo'yamiz chunki BMWning puli chiqmaydigan holat chunki
Biz BMWni konkursini narxini balandroq aytdik. Homiylarimizda uncha puli yo'q shekilli. Bundoq 2-3 ta Malibu'mi bir narsa qo'yamizmi? Xudo 5-6 ta Cobalt'mi bir narsa qilamiz-da. Kuningiz yaxshi o'tsin. Menga omad tilab qo'yinglar. Hozir kalta yeyman. Chiqib, chunki bu yerda professional boksyorlar bilan tushamiz. Men bularni oldida hech narsa emasman. Lekin shunda ham harakatda to'xtayman. Qimir. Kalta yesam ham yuraman. Undan keyin ehsonimiz bor 25 ta xonadonga, lokatsiya 25 ta. Bitta ham bolajonlar kutib o'tiribdi. Va keyin shaxsiy ishlar. Oldingidagi bilan o'ynash-po'ynashlarga vaqtim bo'lmayapti. Oldin uncha-muncha bitta o'ris qizlarning uyiga borib turardim. Vроде bu sog'liq yaxshi. Bulbulcha ishlab turibdi. Bilmayman, yana ish ko'pligi ekanmi? Bir tomondan shunisi ham tinch. Yo farzandlar katta bo'lib qolgan ekanmi? So'ng, charchamadingizmi? Asilbek ham 17 ga kiryapti. Yana qizim 20 ga kiryapti. Uyalaman. Endi u ishlarni ularni oldida qilmasam ham vijdonan ozgina. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Sizim charchamadingiz, sog'lom. Chiqing. Ha, bog'ingizga shukur, she. Assalomu alaykum. O'zimga to'digan yeydigan qizlar haqida fikr. Aziz aka, ochiqchami? O'zicha ochiq kiyinib, o'zimga tegdirmayman deydigan qizlar haqida fikringiz. Ya qo'ying, hozir ekran zapis qilib olishadi-da, keyin provokatsiya qilishadi ular haqida gapirish. Hamma o'zini hayotini maza qilib yashasin. Xohlasa ochiq kiyinsin, xohlasa tursiz yursin. Menga vahshiy qiziq ya. Assalomu alaykum. Здравствуйте. Здравствуйте, как вы? Не устаете? Нормально. Что, наши пришли? Shohruh! Ochiq kiyinadigan qizlar. Omadlarini bersin. Endi badandan boshqa taklif qiladigan narsasi bo'lmagandan keyin, aql, salohiyati, odobi bo'lmagandan keyin faqat qomatini ko'z qiladi-da. Shunaqalang bor. Kunlar yaxshi o'tsin.